Assalomu alaykum. Yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasining qadrli tinglovchilari. Nafaqat shodiyona kunlaringizda, balki yaqinlaringiz mehrini his qilishni istagan har qanday oningizda biz siz bilanmiz. Baxtdan ko'zlarni yoshlata oladigan, sog'inchlarni arita oladigan shodiyona elchilarimiz bugun ham yana bir mehribon insonning qalb uylariga g'oyibona tashrif buyuradi. Sizlar bilan doimgidek sevimli boshlovchingiz Zulfizar Qoryog'diyeva. Qani, ketdik. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanida yashovchi Abrorjon aka bilan bog'landikmi? Ha, rahmat, man. Yaxshimisiz? Omonmisiz? Kayfiyatlar qanaqa bugun akajon? Bizni kayfiyat bugun udarda, opajon. Har doim a'lo bo'lsin. Doim shunday xush kayfiyatda bo'ling. Bugun o'zi barcha uchun quvonchli kun ekan. Qarshilagan chiroyli yoshingiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, bor bo'ling. Ayni damda oz bo'lsa-da biz ham kayfiyat ulashay deb yaqinlarimga tabriklarim ijtimoiy loyihasi orqali qo'ng'iroq qilayotgan edik. Boshlovchi singlingiz Zulfizar bo'laman. Bizning loyihamizga sizlik mehribonlarni xursand qilay deb qadrdonlaringizdan birlari ajoyib o'zgacha tabriknomalarni yozib jo'natganlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim bo'lishi mumkin bu maktublarni yuborgan insoningiz? Mani qadrdonlarim ko'pda, opa. Hammasi bir-biridan shirin, bir-biridan asar. Hammasini yaxshi ko'raman. Men hech qaysini ham yomon ko'rmayman. Albatta, bunga shubhamiz yo'q, lekin insonlarning xarakteri har biriniki o'zgacha bo'ladi-ku. Surprizlarni yaxshi ko'radigan qadrdonlaringiz bormi? Aynan boshqalarga yoki sizga ko'proq surpriz yo'llab turadigan insonlaringizdan kim bo'lishi mumkin? Yo'q, qizim, yo'q. Jiyanlarim. Kim bo'lishi mumkin? Baribir menga yaqin jigarim bo'lishi mumkin-da, boshqa kim ham. Albatta, sizni aslida nafaqat oila a'zolaringiz, balki yaqinlar, do'st va birodarlar hamda hamkasblaringiz ham juda ham qattiq yaxshi ko'rib, hurmat qilishar ekanlar. Bugungi dil so'zlarni ham sizni hurmat qiladigan, mehnatingizni qadrlaydigan jamoadoshlaringiz, medpunkt xodimlari nomlaridan, farzandlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan hamshira opajonimiz Malika opamiz yo'llagan ekanlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Biladim u kishini doim. Mani jigarimda u kishi ham qadrli mehribon opam, mani opa degani, jigari degani. Albatta, ular ham sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini, ukalardek ko'rishlarini aytib o'tdilar. Abrorjonni barchamiz yaxshi ko'ramiz, chunki halol, mehnatli, pok qalbli insonlar yaqinda qizlarni uzatdilar yor sadolari bilan. Ilohim xonadonlarda hamisha yaxshi kunlar, to'yu tomoshalar bo'lsin. Birga ishlaymiz, shafyor bo'lib doimo insonlarni og'irni yengil qilishga harakat qiladilar. Mehnatlarni rohatini ko'rib yursinlar. Hurmatimizni qozongan eng aziz insonimizlar deb siz bilan faxrlanishlarini aytdilar. Albatta. Opam bilan birga yelka faqat savob yo'lga ish qilamiz-da biz. Inshaalloh doim davomli bo'lsin. Albatta, hali bu hamma o'zlariga ham nasib qilsin. Ilohim hojaya bo'lib yurishlarini men tilakdoshiman. Yonboshlariga o'tirib, xizmatlarini yaxshi kunlarga yaxshilaydi. Ilohim aytganingiz kelsin, go'zal kunlar barchangizga hamroh bo'lsin. Hali bu hammasi emas ekan, barchalari birgalikda chiroyli so'zlarni qog'ozga mehr bilan yozibdilar. Shularni o'qib eshittirsak maylimi? Mayli. Rahmat. Assalomu alaykum, qadrligimiz, qalbimizning eng aziz insoni Abrorjon. Bugun sizning tavallud ayyomingiz. Ushbu kun bilan sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Allohim umringizga mazmun, rizqingizga baraka, taningizga sog'lik, ruhingizga osoyishtalik, qalbingizga xotirjamlik, oilangizga fayz va barokat, omonlik ato qilsin. Alloh oqibatimizni mehrli, oxiratimizni xayrli,
ikki dunyoyimizni saodatli qilsin. Jonjigarim, ukajonim, umringizning har bir kuni mehr, muhabbat ila baxt, omad, qurshovda o'tsin. Ilohim, oilangiz uchun tinmay qilayotgan mehnatlaringiz Robbimning ajr mukofotiga loyiq topilsin. Bundan keyingi hayotingiz rohat va farog'atga to'lsin. Hayot yo'llaringizda, baxtning qasrida, hamisha farzand va yaqinlar ardog'ida yashang. Allohimning uyini takror ziyoratlar qilish nasib etib, hojota bo'lib, duogo'yimiz bo'lib yuring ilohim. Yaratganning nazari tushgan, pokiza qalbli insonsiz. Duolaringiz hamisha mustajob bo'lishini Robbimdan so'rab qolaman. Mahzunlik ko'rmang ukajonim, qadrligim. Farzandlaringizga, jigarlaringizga qilayotgan mehribonchiliklaringizdan dilim shodlanadi. Hamisha bugungidek mehr-oqibatli, yaqinlarga jigarjon bo'lib qoling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Barchamiz hurmat qilamiz. Sizlar borsizlarki, bizdek opajonlaringizni suyanch tog'lari bor. Doimo qo'llab-quvvatlab kelganingiz uchun sizga rahmat. Baxtimizga hamisha omon bo'ling. Dilingizda doim pok niyat. Yashang xush on, sog' va salomat. Omon bo'ling, tilaylik omad. Baxtimizga 100 yoshga kiring. Mehringiz bor, doimo iliq. Qalbingiz bor, qor kabi tiniq. Oqibatdan so'zlaysiz iliq. Baxtimizga 100 yoshga kiring deb sizga uzoq umr tilab, chiroyli tabrik xatlarini yakunlabdilar. Rahmat e'tibor uchun. Sizga ham rahmat, Malik opamga ham rahmat, kollektiv a'zolariga ham rahmat. Hamisha yaxshi tilaklari o'zlariga hamroh bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Kayfiyatlar yanada ko'tarildimi? Xursand bo'ldingizmi? Juda ham a'lo. Rahmat sizga. Bitta savolim bor. Bemalol. Juda ayangiz qayerda? Mirishkordan. Qaysi qishloqda? Baluch qishlog'idan. Ismlari nima? Kim deb o'ylaysiz? Menimcha meni yaxshi taniydiganga o'xshaysiz. Chunki men ham o'sha qishloqdanman. Albatta, onajonimning ismlari Shoira opa. Ikkovi bir maktabda o'qiganman opam bilan, bir sinf yuqori o'qiganlar. Albatta. Shuning uchun ham Baluch qishlog'ida bizni muxlislarimiz ko'p, borlaringizga shukr. Rahmat singlim. Rahmat, sizga ham tashakkur. O'zingizni asrang, ayyomlar yana bir bor muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Opamga salomimni yetkazib qo'ying. Abror ukangiz salom aytding. Xo'p, bo'ladi. Bir sinf pastga o'qiganman, 77-yil o'qishi, 78man. Mashallah. Maktabga o'qiganmiz. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat kattakon. Bor bo'ling. Ayangiz bilan keling. Rahmat, inshaalloh yaxshi kunlarda diydorlashamiz. Qalomon bo'ling. O'zimizni digarda shunday tabrik yo'llaganidan xursandman, boshim osmonga yetdi. Hali men sizga yana chiqaman, bari ham qadrdonlarimni tabriklab berasiz. Yaxshi kunlaringizda xizmatdamiz, doim omon bo'ling, o'zingizni asrang, sog' salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, keling. Rahmat, omon bo'ling. Taqdiriga ko'nib ketdi dedilar. Taqdiriga ko'nib ketdi dedilar. Ko'rinmaydi tinib ketdi dedilar. Davri o'tib sinib ketdi dedilar. Chidolmadi ko'chib ketdi dedilar. Ya Allah de, ya Allah de, biz kam bo'lganimiz yo'q. Yuribmiz-ku mana songanimiz yo'q. Ya Allah deb biz kam
o'lganimiz yo'q. Yashayapmiz shukr, o'lganimiz yo'q. Meni kunlar o'tdi bu boshimizdan, tog'u toshlar bizning bardoshimizdan. Dengizlar to'lsa-da ko'z yoshimizdan. Kim isindi mehr quyoshimizda. G'iybatlarga parvo qilganimiz yo'q. G'iybatchilarga parvo qilganimiz yo'q. Yashayapmiz shukr, so'nganimiz yo'q. G'iybatlarga, g'iybatchilarga parvo qilganimiz yo'q. Kuylayapmiz shukr, so'nganimiz yo'q.
nazaridan, Allah nazaridan qolganimiz yo'q. Yaşayapmiz, şükür, so'nganimiz yo'q. Taqdiriga ko'nib ketdi dedilar, ko'rinmaydi tinib ketdi dedilar. Davri o'tib sinib ketdi dedilar. Chidolmadi ko'chib ketdi dedilar. Ya Allah deb biz kam, ya Allah deb biz kam bo'lganimiz yo'q. Chalayapmiz mana so'nganimiz yo'q. Yürüpmiz şükür, so'nganimiz yo'q.